Assalomu alaykum babuyinlar, ayollar, sizlarga ham assalomu alaykum alohida. GIF konkursiga startni berish 2 oy oldin men sizlarga va'da berganman. Ayrim texnik sabablarga ko'ra start bergan vaqtim bo'lmadi, imkoniyatim bo'lmadi, oyog'im yomon soqqa qilyapti, tursiga ham kiymaganman. Xullas, iPhone 17 Pro Max 5 ta qo'yilgan GIF konkursiga bugundan start beraveramiz. Sharti qanaqa? Sharti oddiy. Profilimga kirasizlar, 70 ta homiy bor. Hozircha podpiska bosib chiqasizlar. Bitta mana shunaqa qilib. 20 tasiga podpiska tashlaysizlar, 5-10 minutdan keyin kirasizlar, yana shunaqa qilib 20 tasiga podpiska tashlaysizlar. Randomizer programmasi orqali g'oliblar aniqlanadi. Kommentariylarni yondirib tashlanglar, podelitsiya qilishni buzib tashlanglar. Keyingi safarga GIF konkursi yaxshi tugatib olsak, mana shu Ford Mustang'ni qo'yaman nomeri bilan. Mustang ish qilib bu. Nima deysizlar? O'zbekistonga jo'natib olish sharti bilan. Undan keyingi GIF konkursiga bu. Agar yoldirib oladigan bo'lsak, Toyota Prius legendarni shuni GIF konkursiga qo'yib O'zbekistonga jo'natib olamiz. Xullas, yondiramiz kommentariyni babuyini. Go!